Assalomu alaykum. Navbatda biz Telegram orqali katta fayllarni qanday qilib jo'natishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Total Commander kerak bo'ladi. Mana bizda Windows 11 operatsion tizimini 4.5 gigabaytlik fayli turibdi. Buni Telegram orqali jo'natishda imkoni yo'q. Sababi bizda Telegramda premium versiyamiz emas. Ya'ni 2 gigabaytgacha bo'lgan fayllarni jo'nata olamiz. Buning uchun biz bu faylni bo'laklarga bo'lib olamiz. Buning uchun fayl menyusidan разбит fayl tanlaymiz. Bu yerda razmer chastiga kirib 700 megabaytlik olamiz. Chunki biz agar 1.44 megabaytlik qiladigan bo'lsak, bu egiluvchan magnit disklar uchun mo'ljallangan. Fayllar soni ko'payib ketadi, ya'ni qismlar soni. Shuning uchun biz 700 megabaytlik olamiz va OK ni bosamiz. Mana u 4.5 gigabaytlik faylimizni bir nechta qismlarga bo'ladi. Bo'lish jarayoni amalga oshirilyapti hozir. Mana fayllarni bo'lib bo'ldi. E'tibor bersalaring, mana bu yerda o'sha bizni dastlabki faylimiz, mana ISO obraz holatida. Buni men udalit qilaman. Ya'ni shift ushlab turib, butunlay karinaga ham tushmaydigan qilib udalit qilaman. Mana faylimiz o'chib ketdi. Bizda mana har bitta qismlar uchun demak 7 ta qismga bo'lib berdi. Mana bu buni yig'adigan fayli. 734 megabaytdan bo'libdi. Oxirida, demak oxirgi qismimizga 159 megabayt qoldiribdi. Endi buni qanday qilib tiklab olishimiz mumkin? Mana endi buni biz Telegram orqali jo'natishimiz mumkin. Endi buni dastlabki holatiga qaytargan paytimizda, ya'ni buni Telegram orqali jo'natganimizdagi sherigimiz mana bu tip holatini ko'radigan bo'lsalaring, xo'p, mana bu oxirdagi CRC faylini ustiga sichqonchani qo'yamiz. Total Commander'da buni hammasini bitta joyga olganimizdan keyin yana fayl menyusiga kirib Subrat fayl bosamiz. Bosganimizdan keyin biz qayerga buni yig'ib beray deydi. Biz albatta shu papkamiz ikkala tomonda bir xil papkada turgan bo'lsak, OK deb bosamiz. Har bitta faylda o'sha bo'lingan fayllarni yig'ish uchun xizmat qiladi. Mana fayllarni yig'ib bo'ldi. E'tibor bersalaring, oxirida o'sha bizga 4.5 gigabaytlik ISO faylimiz hosil bo'ldi. Endi biz bularni nima qilishimiz mumkin? O'chirib olishimiz mumkin. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.